Chacha! Ve barcha so'nggi o'zi sizlar o'rgangan. Men Evislar shu meni yangi mikrofon chiqdi. Men yangi videoga o'rnachilarman. Bugungi videoda men mana shu o'zimni alohida kino studiyamda turib, show, ya'ni dunyo evistatlari, evistatlar to'g'ri. Zamon informatsion dasturiga xush kelibsiz obunachilar. Bugungi videoda biz mana shu qishlog'imizdagi, mana tinch va osuda qishloqdagi barcha bo'lib o'tgan voqealarni sizlarga ko'rsatib beraman. Hozirda bizda naqd 3 ta yangilik bor. Ulardan biri esa Brigitel Anhorda cho'kib ketmoqda. Qanday kuzatishga biz katta kino reportyor. Xo'p, qanday biz o'sha joyga yetib keldik. Qanida cho'kibmiz. Balkim yordam berarsan. Ha, bo'pti. Opa, sizga yordam beraman. Chacha! Bo'ldi. Shuncha agarda cho'kib bo'lganda bunday bo'lardim. Men o'limni tezlashtirib yubordim, ya'ni nima desam bo'ladi? Osonlashtirib yubordim. Endi azoblanib bo'lmaydi. Tez bo'lib qoldi, bo'ldi. Studiyaga qaytamiz. Hozir melisa kelsa itaradi. Bizning yangiligimiz esa 744-qishloqining to'yi bo'lyapti. Biz to'yga taklif etilganmiz. Shuning uchun iltimos videoga like bosinglar va bugun biz o'sha yerga boramiz, ya'ni to'yga borish kerak emasmi? Ajoyib to'yini olganman. He. Qani ketdik. Let's go. Mana biz to'yga yetib keldik. Xullas, bugundan boshlab postlar, xotinni e'lon qilamiz. Endi bir-biringlarga bo'sa beringlar. Ularga ne hojat, Voy, bu meni xotinim. Oldin edi seniki, endi bo'ldi meniki. Tushunarlimi, pachog'ali? Bu borli men xotinim. Sen aqlasiz uvilab. Ko'rib turganingizda ishi ham yo'q o'zi. Siz ishlaysiz, biz moqasiz. Bu bizni fotolarga to'g'ri kelmaydi. Sen yaxshi qo'tingni qis bola. Tushundingmi? Xo'p. Yaxshi bola. Shu kechda kelsa sekin katta bo'lasan. Yo'qda o'ldirib yubordim. Bilas. Qiz bola shekilli sharashmaydi. Balki qo'charsan. Arasini hozir gay chaqirishadi shunchasi. Bo'ldi, kino studiyaga qaytamiz, reportyor. Biroz tasvirchi. Xo'p, bizning yangiligimiz esa qishlog'imizda yangi kinoxona ochilibdi. O'sha tendalar kino tasvirlashadi. Hamda biz o'sha kinoni ko'rgani boramiz. To'g'ri, kinoxonani. Hamda uka hali odam talashamiz, shuning uchun shaxsan o'zimiz borib kelaveramiz. Qanunda ketdik. Reportyor. Xo'p, mashina ekan va mashina ekan kinoxona. Mashina gapirib olishlarga o'tirib ajoyib karvachilga endi chiroqqacha borgan. Endi videoda 10 ta obunachi esa, ya'ni kanalim 10 ta obunachi bo'lsa, men shu reportajni zo'rlashtiraman. Buzib qo'ydim. Hamali. Ko'rganinglarda bizni ssenariy emas, so'nggi yangiligimiz aqob. Sizlarga hammaga xayr, informatsion dasturimiz tugagan.